Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2025-yilda Windows 7 orqali Steamga kirsa bo'ladimi? Mana shu savolga javob topamiz. Qani ketdik. Steamni ko'chirgandan so'ng sizlarda esanglar operatsion bir balo deb chiqadi. Uning uchun Steamga kirish uchun Windows 7 va Windows 8 o'birda mana shu joyiga sandbox deb yozamiz. Va расположение faylini tanlaymiz. Va bu yerdan tier 0 cdll va tier 0 c64 ni o'chirib yuboramiz va mana shu yerga tushadi. Va bundan chiqib prevenit va ok tugmasini bosamiz. Va mana shundan so'ng Steam dasturiga kiradi. Mana. Xayr do'stlar, sen kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.